Assalomu alaykum, qandaysizlar? Hamma yaxshi yuribdimi? Bugun sizlarga o'tkir bronxit bo'lgan vaziyatda, ayni shamollash sezonida bo'ladigan tashxisda qaysi davo choralarini qo'llaganda tezroq tuzalishingiz mumkin, shular haqida so'zlab beraman. Albatta, iloji boricha tabiiy usullari bilan. Tabobatda, tibbiyotda isbotdan o'tgan ma'lumotlar bilan. Demak, birinchi navbatda biz tushunib olishimiz kerak, o'tkir bronxit bu qanday kasallik? O'zi yuqori nafas yo'llari va pastki nafas yo'llari degan tushuncha bor. Mana shu kekirdaginggacha deb aytadigan kinolardagi gap bor-ku, tomoqqacha bo'lgan nafas yo'llarini tepasini yuqori nafas yo'llari deb aytiladi. Undan pastda joylashganlarni pastki quyi nafas yo'llari deb aytiladi. Endi bronxit degan kasallik nima? Bizni ikkita o'pkamizga nafasni olib keladigan eng asosiy birinchi katta traxeya a'zosi bor mana. Katta bitta bir dona. Mana shundan asosiy nafas kirib keladi og'iz burun orqali olgan nafasimiz va ikkitaga ajraladi. Ikki yon tomonga. Maydaroq xuddi shunga o'xshagan ikkita shlanka bo'ladi. Mana shu shlanka ikkitasi bronx deb aytiladi. Va bu ikkita bronx yana maydaroq shoxalarga, bronxiolalarga bo'linib ketadi. Ular ham mayda kalibrdagi bronxlar desak ham to'g'ri bo'ladi. Endi mana bir tomon o'pka bilan tushuntiraman sizga oddiyroq shaklda. Mana bu qattiq bo'lib turgan nafas yo'lim mana traxeya. Ana shu ikkitaga o'ng va chapga yana maydaroq shlankaga bo'linadi. Mana shuni o'ng tomoni deb tasavvur qiling mana. Mana. Lekin bundan kattaroq barmoqdek bo'ladi. Mana asosiy mana glavniy shoxa bo'lib turibdi-ku. Mana shunday o'ng va chap bronximiz bor. U mayda shoxalarga shoxalanib ketadi. Va buni bronxiolalar yoki mayda kalibrli bronxchalar deb aytadi. Mana bu uzumni o'zi mevasi bor-ku. Xuddi shu shakldagidek o'pkani to'qimasi uzumdek alveola degan to'qimalarni ushlab turadi a'zoni. Va ularda nafas almashuv jarayoni bo'lib o'tadi. Mana shu o'pkani to'qimasi xuddi uzumdek alveolalardan joylashgan. U shamollaydigan bo'lsa, u yallig'lanib shamollaydigan bo'lsa, pnevmoniya deb aytiladi. Demak, mana bu bronxit mana shamollasa deganda degan ovoz chiqib ketadi, shug'q degan. Qorda quruq yo'tal bilan bolalar sezonida yo'talib, "Voy jonga ham tegvording" deb yurasizlar-ku. Quv degan bitta yo'taladi, quv degan ovoz ham chiqadi. Qirillab mana shu joylaridan. Mana bronxit. Bronxit o'tkir va surunkali bo'ladi. Bugungi mavzuda shamollash natijasida o'tkir bo'ladigan bronxit haqida so'z yuritib turibmiz. Dastlab biz yuqori nafas yo'llarimiz deb aytgan burun yo'llari, angina bo'lamizda, kasallikni organizm yenga olmasa, chuqurroqqa o'tadi. Traxeya yo'talganda mana bu yerimiz qizib, achib yuboradi. Deb bitta yo'talgan paytimizda ovoz bilan. Uni ham organizm yenga olmasa, bronxit bo'ladi. Quruq yo'tal bilan namoyon bo'lishni boshlaydi. Shig'q ovozlar nafas olgan paytimizda. Uni ham organizm yenga olmasa, tuprog'iga o'tadi, o'pkani o'ziga shamollash o'rlaydi. Endi bu pnevmoniya bo'ldi. Pnevmoniya haqida alohida video lavha chiqarganman davo choralarigacha. YouTube'da qidiruv joyiga pnevmoniya Ischanov so'zini yozsangiz chiqarib beradi. Ayrim vaziyatlarda shamollaganda bolalaringizga obstruktivniy bronxit deb qo'yadi-ku. Mana bu nafas yo'li shu boyaga aytgan tushuntirgan shlankadek joyi, ichida endi balg'am, yallig'lanish suyuqligi ishlab chiqarilib, shu balg'am nafas yo'lini qisman toraytirib turgan bo'lsa, obstruksiya degan so'z yuzaga keladi. Bu degani shu shamollash tufayli nafas yetishmovchiligi obstruksiya bilan namoyon bo'lib turgan tashxis degani. Faqat o'tkir bronxit deb tashxis qo'ysa shamollash davrida hali balg'am yig'ilmagan, quruq yo'tal bilan namoyon bo'lib turgan, ovoz bilan, bezovtalik bilan, hamsirash bilan bilinib turgan kasallik degani.
Sodda tilda tushunib turibsizlarmi? Kommentariyaga shirindan shakar so'zlari qo'llab-quvvatlab podeshga yozib turinglar. Demak, shamollash sezonida, ya'ni erta bahorda va kuz kelib qishga o'tayotgan salqin davrlarda bu bronxit kasalligi qo'ziydi ko'cha-kuyda. Asosan dastlab anginani, burun yo'llarini oqizib, deb quruq yo'tal chaqirib, sekin-sekin mikroblar pastga tushgandan keyin kasallik rivojlanadi. Qarang, o'tkir bronxitni negizida ikkita asosan muammo yotadi. Ya'ni qo'zg'atuvchi viruslar va bakteriyalar. Bular ko'pincha ikkalasi birgalikda yuradi. Lekin dastlab o'ri degan tashxis bo'ladi. O'tkir respirator infeksiyalari. Unga turli har xil viruslar kiradida, ko'proq mana shu viruslar bakteriyalarga muhitni yaratib, 3-4 kun ichida organizmdan chiqib ketadi yoki organizmning o'zi viruslarni yengadi, ammo ular yaratgan negizga, ular portlatib tashlagan nafas yo'llarimizga, bronxlarimizga bakteriyalar ikkilamchi kirib keladi va shu bakteriyalar stafilokok, streptokok, pnevmokok kabi nomlar bilan ataladi. Mana shu bakteriyalar kasallikni rivojlantirib yuboradi. Ana undan keyin shunday chuqur yallig'lanishlar yuzaga keladi. Tushunmoqdamisiz? Kasallik deyarli boshida boshlanganida virus bilan, o'tkir respirator virusli infeksiya degan tashxis bilan start bo'ladi. Uni davomini bakteriyalar olib ketadi. O'tkir bakterialniy bronxit deb tashxis qo'yiladi, misol uchun. O'tkir bakterial bronxit. Xullas, dastlab kasallik boshida boshlangan 3 kun ichida antibiotik qabul qilinmaydi. Buni bilasiz, chunki asosan viruslar kasallikni boshlab beradi. O'tkir virusli respirator infeksiyalarda. U paytlarda faqat tana harorat tushiruvchi, mushaklarning og'rig'iga qarshi preparatlar, suyuqliklar ichib yaxshi ovqatlanib turiladi. Organizm o'zi yengishini kutib. Ammo organizm yenga olmay, keyinchalik shu o'tkir bronxit bo'lib, shamollash chuqurroq o'pka yo'llariga o'tib ketganidan keyin hozir aytadigan davo choralarini albatta shifokor ko'rigidan keyin birgalikda kompleks qo'llaysiz. Birinchi qiladigan ishimiz kuniga 2-3 mahal tomoqni yana infeksiya viruslar kirib kelishidan kamaytirish uchun g'arg'ara. Buning uchun 1 litr bankaga qaynab ilingan suyuqlik suvga, oddiy suvga 1 yoki 2 dona furatsilin tabletkani mayda qilib ezamizda, shunga aralashtirib qo'yamiz. Kotyolni ustidami yoki batareyani ustida qo'yib qo'ysak, iliq shaklda saqlanib turadi. Ana shuni har soatdan, har 2 soatdan 50-100 ml kosaga, piyolaga olib, tomog'imizni shu g'ir ushlab turib chayaveramiz. 3 kun davomida to'xtovsiz tomoqni kuniga 3-4 mahal demak chayishimiz kerak ekan shu suvga. Ikkinchi qiladigan ishimiz tomoqni boshlang'ich qismini issiq tutishimiz uchun va yallig'lanishga qarshi effekt berish uchun SSR davridan kelayotgan juda ko'pchilikka tanish bu marliyaga yoki ro'molga toza paxtani yoyib, unga spirtni namachit qilib, namlab, tomoqqa qo'yib o'raymiz. Ertalab shu ishni qilib o'rab qo'yamiz, kechki payt spirtini yangilab yuboramizda yana o'raymiz. Kasallikni yengish uchun bu ishlarni hammasini qilishimiz kerak. Bu narsa ham juda katta effektli foyda beradi. Mahalliy mana shu sohani bo'yinni qon aylanishini issiq qon bilan ta'minlab, yaxshilab turadi va turli-tuman infeksiyalardan himoya qilib turadi. Mahalliy yallig'lanishga qarshi protivospolitelniy effekt beradi. Bu narsani kasallik sizni yo'tal qiynab boshladimi? Birinchi qiladigan qadamingiz ishingiz deb yozib qo'ying. Har kuni mana shu ishni tuzalguncha tomoqqa o'rab joylab turaverasiz. Bugun qilmayman degan kuni yo'q. Tuzalib ketgancha qilasiz bu ishni. Ana endi kuniga 3 mahal 100-200 ml qaynoq pishgan sutga, mol sutiga 1 choy qoshiq asalni aralashtirib qaynoq ichasiz. 5 kun davomida kuniga 3 mahal. Agar uyingizda qo'y yog'i bo'ladigan bo'lsa, yarim choy qoshiq qo'y yog'ini aralashtirasiz shu sutga.
Demak, ikki variant. Sutga asal yoki qo'y yog'ini aralashtirib, qaynoq kuniga 3 mahal och qorinmi, to'q qorinmi farqi yo'q, ichasiz. Agar mabodo sutga allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, shunaqa odamlar bo'ladi. Uni o'rniga 200 millilitr qaynoq suvga 1 choy qoshiq asal, 1 osh qoshiq limon sharbati va yarim choy qoshiq imbir sharbati yoki imbirni bo'lagi aralashtirasiz. Xuddi shu usulda kuniga 3 mahal 5-3 kun davomida ichib yurasiz. Ikkalasi yo'qlik ham butun tanadagi immun hujayralarini aktivroq holatga keltirishga yordam beradi. Keyingi qiladigan ishingiz sizni quruq yo'tal qiynaydi bronxitni boshlanish davrlarida. Quruq yo'tal degan paytingizda nafas yo'llaringizni qirib chiqib turadi-ku, shuni yumshatib, yengillashtirib, kamaytirish maqsadida o'pkani sohasiga orqa va oldi sohalardan almashtirib, har kuni bir mahal kechki payt bolalarga детский xili, kattalarga взрослый xili горчичник qo'yasiz. Mana fotoda ko'rib turgan narsangiz. Горчичник yurakni o'ziga va orqa miyani ustiga qo'yilmaydi. O'pka sohalariga qo'yiladi. Mana. Shunaqangi ajoyib yallig'lanishga qarshi va nafas yo'llarini davolanishiga yordam beradigan vosita bu ham qadim-qadimdan buyon meditsinada bor bo'lgan fizioterapevtik effektli vosita hisoblanadi. Dorixonalardan bu narsani ham topasiz. Instruksiyasiga binoan har kuni kechki payt 10-15 minut yoqimli qizdirgunicha joylab qo'yasiz. Yozma ravishda hozir aytib turgan ma'lumotlarimni va umuman shunga o'xshash butun tibbiyot sohasidan davo choralari, tabiiy retseptlar haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, mabodo mobil ilova kitobimga ham juda ko'p joylaganman. Har xil tavsiyalar u yerda ham sizga yoqadigan shaklda yozib joylangan. Mobil ilova kitobimni App Store yoki Google Play saytlariga kirib, Play Marketdan misol uchun Doktor Ischanov birinchi yordam kitobi deb yozadigan bo'lsangiz, telefoningizga o'rnatib qo'yib, ustanovka qilib bemalol foydalanadigan juda ajoyib innovatsion ilova kitob. O'pka sohasiga горчичникni 3 kundan 5 kun davomida qo'yish mumkin. 3 kun davomida o'rtacha, ko'pi bilan 5 kun davomida har kun kechki payt uxlashdan oldin. Uni qo'ygach, shu sohalaringizga o'pkalaringiz bilan birgalikda kiyimni ustidan puxovoy ro'mol bilan bir qator o'pka, tomoq yo'llaringizni chiroyli qilib, X-obrazniy qilib o'rab qo'yasiz. Qadimda shu urf vaqtlarida qizlarni, kichkina bolalarni o'rab qo'ygan-ku, xuddi shu usulda mana bu tomog'ingiz bilan birgalikda bo'yinlaringizni yopib o'raysiz. Bo'yin sohasi yopilishi kerak, o'pkalar yopilishi kerak. Issiq tutib, mana bu puxovoy yungi asosan tuya yungidan, echki yungidan bo'lganligi uchun u tabiiy shaklda qizdirib, o'pka sohalarini shamollashdan davolashga juda ham tabiiy yordam beradi. U puxovoyni ertalab ham iloji boricha yechmasdan shu tot tuzalguncha kun bo'yi o'rab yuradigan bo'ling. Agar puxovoyni o'ramagan taqdirda ham tomog'ingiz umuman ochilmasligi uchun, umuman mana shu kasallangan bronxit davrida bo'yinlaringiz shamol tegmasligi uchun vodolaska kiyib yurasiz. Vodolaskali kiyim kiyasiz. Tushundingizmi? Keyingi qilinadigan ish, boyagi горчичникni qilgan paytingizda oyoqni tagiga ham горчичникni yopishtirib olib, issiq qaynoq vannaga bosib o'tirib, oyoqni ham vannaga qilasiz. Miyadan oyoqqacha qon aylanish aktivlashadi. Oyoqni uchigacha qizib, butun qon aylanish tanada tez-tez sirkulyatsiya bo'lib aylanadi. Jadallashadi. Buni natijasida tanadagi hamma immunitet shay holatga kelib, tez-tez infeksiyalar bilan kurashish jarayoni aktivatsiya bo'lib ketadi. Uni ham kuniga bir mahal kechki payt горчичник qo'yayotgan paytingizda oyoqni vanna qilish. 3-5 kun davomida oyoqni vanna qilib bo'lib, quritib, issiq paypoqlarni kiyib, akkuratniy qilib naskilarni o'rab, toza qilib qo'yasiz. Ertalabdan kechgacha umuman naskisiz yurmasligingiz kerak, ayniqsa bolalar. Naski oyoq o'ralgan issiq yung paypoq bo'lishi kerak. Keyingi tavsiya, misol uchun kuniga 3-4 mahal baquvvat ovqat yeysiz-ku, har ovqat yeb o'tirgan paytingizda ovqat orasida
Bir ovqat orasida, misol uchun, bir osh qoshiq xom piyozni suvini ovqat bilan birgalikda ichib yuborasiz. Narigi keyingi mahaldagi ovqat orasida bir osh qoshiq limon suvini ichib yuborasiz. Bu judayam yuqori nafas yo'llaridagi infeksiyalarga qarshi kurashuvchi tabiiy vosita hamda sizni shamollash paytida vitamin C tanqisligidan himoya qiladi. Yana shu o'rinda eslatib o'taman, burun tiqiladigan bo'lsa, shunday bronxit paytida, shamollash paytida burun tiqiladigan yoki oqadigan vaziyatlarda uni to'xtatuvchi qandaydir vosita sepib yurmasdan, shu sohani infeksiyalarini o'ldirishga qaratilgan chora-tadbirlar furatzilinni suvni har burun teshigiga 1 milli yuborib, deb yaxshilab chayib tashlaysiz. Va har burun teshigingizga katta odamlarga, misol uchun, 3 tomchi piyoz suvi buyog'iga yoki chesnok suvi sharbati tomiziladi. Kichkina bolalarga 1 tomchi yetadi. Burundagi yangi kirib keladigan infeksiyalarga qarshi kurashadi va qon tomirlarini mustahkamlashda yordam beradi. Bundan tashqari, burun qotib qolgan vaziyatlarda uyda nebulizer parli deb nafas oladigan apparat bo'ladigan bo'lsa, romashka yoki piyozni suvini maxsus destillangan suvga aralashtirib 5-7 minut davomida 1 minutdan nafas olsa, tabiiy shaklda burun yo'llarini, yuqori nafas yo'llarini tozalashga yordam beradi. Shamollagan bemor 2 qulog'ingiz bilan eshitib oling, ko'chaga chiqqan paytida sharfsiz chiqmasligi kerak. Og'zi yopilib chiqish kerak, burunlari yopilib chiqish kerak. Qayta yangi infeksiya mikroblar nafas yo'llariga kirsa, tuzalish cho'zilib ketadi. Uyda yurganda ham noskida oyoqlari paypoqda kiyilgan shaklda yurish kerak. Xona juda issiq bo'lib ketmasligi kerak. Ertalab va kechki payt boshqa xonaga o'tib 5 minut xonani toza havo bilan tozalab olish kerak. Agar bemorni ishtahasi bo'lmasa, ovqat yeyishga ko'ngli bo'lmasa, ovqat yemagan sayin holdan toyib, immunitet susayib ketaveradi. Shuning uchun oilaviy poliklinikaga borib, kunduzgi statsionarlar ishlab turibdi. Qonun qoida qaroriga ko'ra bepul. Dorisini o'zingiz olib borasiz. Misol uchun, glyukoza 5% 200 ml ichiga 4 ml, 6 ml maksimum vitamin C ni aralashtirib, tomirdan venaga olib yuborsa, shunaqangi immunitetga kuch bo'ladi va ishtahani ochadi. Shamollash paytida qancha yaxshi baquvvat sho'rvalarni, tabiiy xo'rosh sho'rvalari, ilik sho'rvalari ichib, yeb, yaxshi ovqatlanadigan bo'lsangiz, shuncha tez tuzalib ketasiz. Shuning uchun yana bir tavsiya, demak, kapelnitsa bir haftaning ichida maksimum 2 ta kapelnitsa olsangiz, shu tez tuzalish uchun, qon aylanishini va immunitetni kuchaytirib yuborish uchun ancha kuch bo'ladi. Va qolaversa, ishtahani ham ochib yuboradi. Agar umuman kapelnitsa olish sharoiti bo'lmasa, misol uchun musofirdasiz, bunaqa vaziyatlarda vitamin C ni 2 ml miqdorida instruksiyaga binoan bir hamshiraga aytib, dumba mushagiga olib yuborsa ham, jami kuniga bittadan 3-4 kun olib yuborsa, ancha ishtaha ochiladi. Bolalarga ham vitamin C mumkin hisoblanadi. Albatta, pediatr ko'rigidan keyin yoki yaqin pediatringiz bilan bir maslahatlashib, albatta tana harorati, bronxit vaziyatlarida bo'lib, mushaklar og'rigan vaziyatlarda ibuprofen saqlovchi preparatni tabletka shaklida yoki sirop shaklida qabul qilib, temperaturani shu 37 dan yuqori bo'lgan vaziyatlarda tana og'rig'i bilan kelsa, birga tushirish uchun shu ibuprofen moddasi saqlovchi yoki kattalar paracetamol moddasi saqlovchi preparatlarni qabul qilib, instruksiyasiga binoan ko'p ichib yubormaslik kerak-da unaqa dorilarni. Oshqozonga zarar, ichaklarga zarar. Bundan tashqari, misol uchun, juda ko'pchilik parashokdagi shu har xil Nemesil, Taylol deganlari ko'p ichib tashlaydi, oshqozon ichaklariga yara tushib ketishi mumkin va oshqozon ichak jigarga og'irlik beradi. Iloji boricha imbir, limon, asal uchalasini aralashtirib ichadigan bo'lsangiz, mana shu effektni beradi u ham. Quruq yo'tal qiynaydigan vaziyatlarda sizga biror bir tanish shifokoringizga uchraganingizda quyidagi preparatlardan bittasini yozib bersa, misol uchun, quruq yo'talni o'ziga qarshi kurashuvchi sifatida, masalan, Senicod, Gerbion, Codillac, bular quruq yo'tallarga. Bilasiz, men hech qachon dori reklama qilmayman. Tibbiyotda bor, kitobga kiritilganlarini shunchaki sizlarga tavsiya qilaman davo chorasi sifatida. Meni nomimdan internetda reklamalar bo'lsa, montaj qilingan, sun'iy intellekt bilan gohida qandaydir dori yaratdim, havolaga o'ting, zakaz qiling, dostavka qiling deydigan meni montaj qilib
sun'iy intellekt bilan ovozlarimni ham o'xshatib reklama qiladigan vaziyatlar bo'ladi. Aslo ishonib o'tirmang. Nam yo'tal qiynaganda ko'pincha ACT, bromgeksin, Gezelix kabi vositalar nam yo'tal, ya'ni balg'am ajraladigan vaziyatlarida qo'llanilishi mumkin. Quruq yo'talda boyagi 3 ta ro'yxatdan, nam bo'lsa bu yog'idagi 3 ta ro'yxatdan biror bir tanish shifokoringiz yordamida, gohida bular ichida retseptsiz beriladiganlari ham bor, instruksiyasiga binoan qabul qilinadi. Temperatura 38 dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, 38 bo'ladigan bo'lsa, antibiotik olishga to'g'ri kelib qoladigan vaziyatlar bo'ladi. Kasallik misol uchun 5 kundan ortiq davom qiladigan bo'lsa, biror bir tanish shifokoringizga uchrashib, antibiotik назначение qilishini va tana vazningizga moslab yozib berishini so'rasangiz bo'ladi. Antibiotiklar har xillari juda ham ko'p turlari bor. Ayniqsa ular tarkibi antibiotik, nomi qimmat firmani dorilarini yozib beradigan xillari bor. Lekin asosan bu bronxit o'tkir vaziyatida tavsiya qilinadigan antibiotiklar shu davlat tomonidan tekshirilgan bor bo'lgan turlari bor. Masalan, azitromitsin, amoksitsilin, amoksiklav, maksimum ceftriakson. Ana shu 4 talasi asosan shu pastki nafas yo'llari, umuman o'pka nafas yo'llaridagi bronxitni kelib chiqishidagi bakteriyalarga qarshi qo'llaniladi. Turli xil antibiotiklar ichida asosiy mana shular ko'proq shu sohalarga mana shu tashxisda qo'llaniladi demoqchiman-da. Ana shunday qilib asosiy davo choralari mana shulardan iborat. Yana bu super qandaydir bir vaziyatni o'ylab topishga hojat yo'q. Qolganini organizmni o'zi hal qilib yuboradi. Do'ppi, shapka, noski, og'izni yopib yurish, tez-tez ko'p ovqatlanish, suyuq sho'rvalari, qaynoq priятный choylari ichib, o'z vaqtida uxlab, dam olib yursangiz, organizmni o'zi yog'ini yengib ketadi. Hozir men aytib o'tgan mana shu davo choralarini o'zingizni vrachingiz bilan birgalikda qo'llayotgan davo chorasiga qo'shsangiz ham qo'shimcha qilib, men aytganlarim yanada tuzalib ketish effektini samarali qilib beradi-da. Yanada organizmni tezroq kasallikka yengishga yordam beradi. Bularni qo'llamagan taqdirda ham yengishingiz mumkindir, lekin qiynalib yengandan ko'ra qo'llab tezroq yengan yaxshi. Va aytib o'tgan maslahatlarimni deyarli 90% bolalarga to'g'ri keladi. Qachonki pediatr bilan maslahatlashib, mana shu ishni qilsak-chi, mana shu ishni qilsak-chi deb o'zingizdan ularga tavsiya berib, ularni ha deyishini so'rab olsangiz bo'ladi. Ischani aytdi, mana shuni ham qilamiz deydigan bo'lsangiz, ularni qichiydigan joyi miyasida qichib ketib, yo'q deb yuborishi ham mumkin. Yoki kim bo'pti Ischanov deyishi ham mumkin. Ularni ham tushunsa bo'ladi. Shuning uchun qalbiga ozor bermaydigan qilib taklif qiling-da. Hozir aytib o'tgan usullarni bolalarga qo'llamoqchi bo'lsangiz. Qarasho. Ana shunday ekan, bugungi lavhada aytiladigan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Tushunmay qolgan joylaringiz, qo'shimcha savollaringiz bo'lsa izohlarga, shirindan shakar so'zlari kommentariyaga yozib, videolarga layklar bosib, bizni qo'llaydigan obunachi bo'ladigan bo'lsangiz, sizga alohida rahmat va minnatdorchiligimni bildiraman. Keyingi lavhalarda ko'rishguncha semirib ketmang. Boko. Telegramda qidiruv joyiga Ischanov deb so'z yozsangiz, mana rasmiy kanalimni chiqarib beradi. Ya'ni doktor Ischanovni. Doktor Ischanovning Telegramdagi rasmiy kanalining belgisi mana 8 qirrali moviy yulduzchasi bor. Mana ko'rdingizmi? Mana shu bizning kanal. Telegramdagi kanalimizga obuna bo'lib qo'ying deganimiz sababi YouTube'ga chiqarilmaydigan dolzarb yangiliklar, muammolar, masala, tavsiyalar, qisqa lavhalar tez chiqarilib turadi. Ko'rib borasiz.